Fayz Barakali tarafdan, ya'ni Shayxul masjidining yonida 2 xonali kirib yashashga tayyor uyimiz sotuvga chiqmoqda. Mana bunday kattagina podvali ham mavjud. Mana bu yerda bemalol mashinangizni qo'ysangiz bo'ladi. Orqa tarafdan kirib obzorni boshlayman. Qadrdonlar, orqa tarafdan kirib chiqish eshigi, trezalari akvaplast qilingan. Uyga did bilan ishlov berilgan. Mana bu yerda konforkalar qilingan, mebellar qilingan, pastlari laminat. Xo'p, mana bu yerda ovqat pishirib, ovqatlanish uchun zona qilib taxlasangiz bo'ladi. Aboylari yaxshisidan sanuzel xonasini ko'rsataman. Pastidan tepasigacha kafel qilingan. 57 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda. Trenddagi mana bunday dekoratsiyalar ham qilganlar. Mana shu dekoratsiya kimga yoqadi? Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Bu esa pod'ezd tarafdan asosiy kirib chiqish eshigi. Mana bu yerda garderob yoki kladovka sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu uyning ikkinchi xonasi. Shayxul masjidining yon tarafida joylashgan. Uy kimga qiziq bo'lsa, pastda ma'lumotlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib kelaverasiz.